Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Angliya sud mahkamasining 20 yanvar Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Angliyadagi Yarshar qonun harakati to'rining birlashib Angliya hukumati ustidan sungan Xinjiang paxta mahsulotlarini cheklash arzida hukumatni yo'lloq deb hukm chiqarishi Dunyo Uyg'ur qurultiyining noroziligini qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Angliyadagi Yarshar qonun harakati to'ri Angliya yuqori sudiga davomli norozilik arzi sunishga tayyorlanmoqda. Jazo lagerlari dunyoga oshkorlangan va millionlagan Uyg'urlarning majburiy emgak silinayotganligi mustaqil tadqiqot organlari tomonidan dalillab chiqilgan 2017-yildan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi Angliya hukumatini Angliya o'zi tuzib chiqqan qonunlar asosida Uyg'ur majburiy emkiga chetishlik mahsulotlarining Angliyaga import qilinishini cheklashni ko'p qatim talab qilgan bo'lsa-mu, afsuski Angliya hukumati bu talabga quloq solmadi. Natijada Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2020-yil 23-aprelda Angliyaning eng asosli hukumat organlari hisoblangan Ichki ishlar ministrligi, Krim ve Tamujni idorasi ve Davlatlik Jinoiy ishlar idorasi ustidan Uyg'urlarning majburiy emkiga chetishlik paxta mahsulotlarining Angliyaga import qilinishini cheklamaganligi sababidan London Oliy sud mahkamasiga arz qilgan. 2021 yili Angliya Oliy sud mahkamasi mazkur arzni qabul qilganligini jakarlagan va natijada tunji sud 2022 yili 25 va 26 oktyabr kunlari Londonda chaqirilgan edi. Angliya sud mahkamasining 20 yanvar e'lon qilgan hukmnomasida garchi Sharq Turkistonda Uyg'urlarni tutqun qilish, nazorat ostiga elish va majburiy paxta terishga silishda qilmishlarning davom qilayotganligi e'tirof qilingan bo'lsa-mu, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan arz qilingan Angliya Ichki ishlar ministrligi, Krim va Tamujni idorasi va Davlatlik Jinoiy ishlar idorasining import qilingan mahsulotlarni nazorat qilish tartibining qonunlarga uyg'un ekanligi bayon qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 20 yanvar e'lon qilgan bu haqdagi bayonotida sotning Angliya hukumatining atalmış yetarlik o'ylanish to'g'risidagi pozitsiyasini qabul qilishdan qattiq umidsizlanganligini bildirgan. Bayonotda ko'rsatilishicha, bu qaror import qiluvchilarning majburiy emgak mahsulotlarini bozor bahosida setib olsalar, ular bu mallarning vahshiylik jinoyatining mas'uli ekanligini bilib turgan taqdirdami, hech qanday jazoga uchramaslikda ko'rinarli vaziyatni shakllantirdi ekan. Hukumatning pozitsiyasi Britaniya Birlashma Podshohligini xalqaroliq zidlik va insoniyat qarshi jinoyat ham irqiy qirg'inchilikning mas'uli bo'lgan mallarni import qiluvchilarning bexatar panogohiga aylantirib qo'ydi deyilgan. Bayonotda aytilishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Yarshar qonun harakati to'ri sudning hukmiga norozilik arzi sunishni o'ylashidi ekan. Bayonotda Yarshar qonun harakati to'ri va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoy doiralari tomonidan Turkiya xalqlariga qarta sodir qilinayotgan qabih vahshiy jinoyatlarni xalqaroliq javobgarlikka tortishni davomli ilgari surdiganligi bildirilgan. G'arb matbuotlaridagi analizlarda sudning dastlabki hukmining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliyaning eng asosli hukumat organlari hisoblangan Ichki ishlar ministrligi, Krim va Tamujni idorasi va Davlatlik Jinoiy ishlar idorasi ustidan sudga arznoma sunishning hozir qadar Uyg'ur majburiy emki masalasiga sal qarayotgan, shundaqli Uyg'ur majburiy emkiga chetishli mahsulotlarining import qilinishiga ko'z yumib kelgan hukumatlar uchun jiddiy bir ogohlantirish ekanligi qayd qilinmoqda. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandim Angliya sud mahkamasining 20 yanvar e'lon qilgan hukmnomasi haqidagi qarashlarini bildirib, mundaq dedi. Angliya sudi bu davoni rad qilganda tövəndəki bir qancha jihatda rad qildi, lekin buning eng asosligi Angliyaga import qilingan shu buyum yoki tovarlar bilan yoki shu tovarlarning Sharqiy Turkistondagi qaysi turmada, qaysi lagerda va kimlar tarafidan ishlanganligi, ya'ni bu mahsulot Sharqiy Turkistonning shu lagerda bo'lsin, mayli turmalarda bo'lsin, majburiy emgak orqali yasalgan shu buyumlar bilan Angliyaga import qilingan buyumlarning o'ttirida bevosita bağlanış. Yani bevosita dalil. Mushu dalillarning kamligidan bu sud bu davoni rad qilgan. O deganlik o sudning hukmida yana Sharqiy Turkistonda majburiy emgakning yo'qligidan darak bermaydi o sud shunday hukm qilgan. Faqat biz bu yerda bevosita bog'lanishni ko'rmaganimiz uchun, ya'ni Angliyaga kirgizilgan ma'lum bir tovar, mayli chopan yo ishton bo'lsin, Sharqiy Turkistondagi turmaning o'rnida insonlar tarafidan tarixda ishlab chiqarilgan
ve bu Angliyaga kirilgan tovarning Sharqiy Turkistondagi ma chesladagi yoki ma o'rindagi shu majburiy emgak bilan mundaq chetishligi va deb bevosita shu bog' qurilanmagan degan asos bilan rad qilganligini ko'rib olamiz. Shu sababdan hamda gerçi sot bazı şu yukarı texniklik asaslar boyunca bu davanı rad qilgan bilan davanın asaslık nimesini rad qilmagan. Yani bu davaga sebep bo'lgan mecburi emgak ve mecburi emgak orqali ishlangan mahsulot ve bu mahsulotlarning qonunsuz mahsulot ekanligi ve bu qonunsuz mahsulotlarning nurg'unlagan davlatlarga kirishining cheklanish kerakligi. Bular haqida rad olmagan. Fakat mahsulotlar bilan shu vatanimizdagi jazo lagerlari o'tirida bevosita bog'lanish qurilmagani uchun shu sababdan rad olgan ve sotmu shu hukmnomasida shuni deydi. Bizning bu davoni rad qilganimiz konkretni ve texnikalik omillar sababida rad qildik, lekin bu deganlik Sharqiy Turkistonda mecburiy emgak yo'q deganlik emas. Bu deganlik Sharqiy Turkistonda mecburiy emgak orqali mahsulotlar yasalmayotdi deganiga darak bermaydi. Shundaq avvaldimi Angliya hukumati va tamojnisi bu sot bu davoni rad qildi deb bo'shashmaslik kerak va muvaffaqiyatli tadbir elishni kuchlantirish kerak deb bu sotning hukmida alayda shuni ta'kidlagan. Bu sotning hukmini astoydil muhokama qilishimiz to'g'ri keldi madda. Uni oldingi kunlarda maxsus programmada qilamiz. Bu shu qisqagina xabar uchun qarindoshlarning demakki bundan keyin shu Dunyo Uyg'ur qurultayining necha vaqtdan beri dalil to'plash haqidagi chaqiriqning qanchalik muhim bir chaqiriq ekanligini yana bir qatim his qilishini so'rayman. Chunki dalil masalan nurg'un mutaxassislar bu dalillarni yana mutaxassislarning dalili yoki paketlar bilan dokladlar bilan o'tirib qo'ydi, lekin davoda bu davoning bu qarilishida qo'yilgan o'lcham, paketlar qo'yilgan o'lcham favqulodda yuqori. Ya'ni Sharqiy Turkistondagi jazo lagerida ishlangan bir mahsulotning shu Angliyaga kirgan mahsulot bilan o'xshash mahsulot ekanligi yoki Angliyaga kirgan o mahsulotning Sharqiy Turkistondagi yerdagi jazo lageriga turmasida insonlar tomonidan ishlangan mahsulot ekanligi, ya'ni bevosita bog'. Shundaq bevosita shu ikki tarafni tutashtiradigan shundaq bir munosabatlarning qurilishini talab qilgan va bu bevosita dalillar bir-biriga bog'lashmagani uchun sot buni texnikalik jihatdan rad qilgan. Bundan keyin demakki biz dalil isbot talab qilganda to'liqlagandimi shu nuqtaga alohida diqqat qilishimizga to'g'ri keldi deb qarayman. Türkiye'deki öktüç partiyalarının Türkiye parlamentiga sungan Uygurlarning vaziyetini tekshirish uchun bir komitet qurish to'g'risidagi taklif loyihasi 19 yanvar yani Prezident Erdoğan'ның hokimiyat beshidagi Adalet ve Taraqqiyot partiyasi bilan uning qo'llag'uvchisi bo'lgan Millatchi Harakat partiyasi tarafidan rad qilingan. Bu Türkiye parlamentida son jihatdan ustunlikni egallab turgan bu ikki partiyaning yaqinqi bir qancha yil ichida parlamentga sunilgan Uygurlarga doir taklif loyihasini 8-qatim rad qilishidir. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ko'plagan davlatlar tarafidan rasmiy qabul qilingan Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarta insoniyat qarshi jinoyat ishlayotganligi BDT kishilik huquq oliy komissarligining doklatidan o'rin olgan bir paytda asoratli Türkiye xalqlariga ega chiqishni o'z partiyalarining asosiy ideyasi qilib bekitgan hokimiyat beshidagi Adalet ve Taraqqiyot partiyasi bilan uning qo'llag'uvchisi bo'lgan Millatchi Harakat partiyasining yuqorqi harakatidan qattiq afsuslanish tuyganligi va bu xil harakatlarning Turkiyadan zo'r umidlarni kutayotgan muhojiratli qarindoshlarimizning yuragini zediliganligini ifoda qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu bir qancha yil ichida parlamentga Uyg'urlar to'g'riliq 18 qatim savol qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin hukumat bu savollarga qanoatlanarli javob bermagan. Bu qatimqi taklif loyihasini partiyasining parlamentdagi guruhi sungan bo'lib, taklif loyihasi parlamentdagi Cumhuriyet Xalq partiyasi va Kurdlarning xalqlarning demokratik partiyasining qo'llashiga erishgan. Turkiya Anka xabar agentligining bildirishicha, partiyasining parlament a'zosi Aydın Adnan Sezgin nurg'un g'arb davlatlari bu ziyonkashlikni xalqaro kun tartibga ilib kelgan bo'lsa-mu, lekin hukumat ittifoqining sukut qilganligi, Uyg'urlarga uchur va chaqiriqlarga qarta hukumatning o'zlarini Amerika va g'arbning hilisiga tushdi deb ayblab kelganligini aytgan. Xalqlarning demokratik partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Ömer Farruh Gergerli o'g'li hukumatning tortinchoq, passiv va zolimga yo'l ochadigan bu pozitsiyasining tezroq oxirlashishini talab qilgan.
Yaqında Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Türkiye Xitoy munosabatlarining chekinishiga Uyg'ur masalasi sabab bo'lganligi, lekin Turkiyaning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bermaydiganligi, shundaqla Turkiya bosh elchisining Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lishiga Xitoyning to'sqinlik qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin orqadilla hukumatning bu taklif loyihasini rad qilishi diqqat qo'zg'adi. Chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari yaqinqi zamon tariximizdagi muhim hodisalarning biri hisoblangan 1997-yil yuz bergan 5-fevral G'ulji inqilobining 26-yillik munosabati bilan o'zdir turishliq davlatlarda turli shakldagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazishga tayyorlanmoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyi 18 yanvar kuni 5-fevral G'ulji inqilobining 26-yillik munosabati bilan axborot e'lon qilib, har qaysi ellardagi tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni 5-fevral G'ulji inqilobining 26-yillik munosabati bilan turli shakldagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazish orqali G'ulji shahidlarini yod etishga va bu fursatdan foydalanib Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarshi rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga qarshi keng ko'lamli norozilik harakati qo'zg'ashga chaqirgan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyi 22 yanvar yakshanba kuni, ya'ni 5-fevral G'ulji inqilobining 26-yillik munosabati bilan Uyg'urcha va turkcha tillarda maxsus doklad e'lon qildi va mazkur doklad va munosabatlik fotosuratlar qurultay tarkibidagi qarindosh tashkilotlarimizning foydalanishiga yo'llab berildi. Mazkur dokladda 1997-yil yuz bergan 5-fevral G'ulji inqilobining maydonga kelish jarayoni, arq ko'rinishi, bostirilish jarayoni, uning xalqarалық ta'siri va tarixiy ahamiyati qatorliq mazmunlar nihoyat keng doirada yoritib berilgan. Uçurlardan ma'lum bo'lishicha, 5-fevral G'ulji inqilobining 26-yillik munosabati bilan ko'plagan davlatlarda Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyishlar, axborot e'lon qilish yig'inlari, tor muhokama yig'inlari va 5-fevral G'ulji shahidlarining ro'yi uchun maxsus nazar faoliyatlari o'tkaziladi. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon 18 va 19 yanvar kunlari Germaniyadagi Tibet, Hong Kong, Tayvan tashkilotlari va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining vakillari bilan birlikda Germaniya parlamentini ziyorat qilib, hokimiyat beshidagi bir qism partiyalarga mansub parlament a'zolariga navbatda Germaniya parlamenti va hukumatida jiddiy muzokara bosqichida turayotgan va oldimizgi oylarda e'lon qilingan Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasi haqidagi taklif fikr va talablarini o'ttirg'a qo'yishdi. Asqarjon apandim hokimiyat beshidagi Xristian Birlik partiyasiga mansub parlament a'zosi Karl Philipp Zassenrat, Yeşiller partiyasiga mansub parlament a'zosi Boris Miyatovich va Hür Demokrat partiyasiga mansub parlament a'zosi Urlik Lehti qatorliqlar bilan ko'rish ilib borgan suhbati jarayonida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat sodir qilayotgan Xitoy hukumatiga jazo va embargo tadbirlarini yo'l qo'yishni va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishni Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasining muhim mazmunlarining biri qilinishini umid qilganligini ifoda qildi. 18 yanvar kuni Germaniya Tashqi ishlar ministrligiga qarashli Germaniya kishilik huquq oliy komissari Luise Ametsberg xonim Dünya Uyg'ur qurultiyi, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, xalqaro kechirim tashkiloti, Tibet harakati tashkiloti, tarafsiz jurnalistlar tashkiloti va bir qism nopuzliq tadqiqot markazlarining vakillarini Tashqi ishlar ministrligiga taklif qilib, ular bilan Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasi haqida muzokara olib borgan. Dünya Uyg'ur qurultiyiga vakolatan qurultay raisi Dolqin Aysa va qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban apandilar bu qitimqi muzokara yig'iniga qatnashib, o'zlarining ba'zi konkret talablarini o'ttirib qo'ygan edi. Türkiye'de aktif faaliyet ilip beriyotgan Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqfining raisi Abdurshid Abdulhamid apandim boshchiligidagi qurultay hay'ati 19 yanvar İstanbulda vafot bo'lgan vatanparvar yozuvchi, chet elga hijrat qilib chiqqan 1994-yildan buyon o'zining borliqini Sharq Turkiston mustaqillik kurashiga atagan va bu jarayonda ko'plagan nodir asarlarni yozib qoldirgan, el ichida Aziz Bo'ron deb tonilgan Abdulaziz Abdulhaq apandimning jinoza namoziga qatnashdi. Ve qurultay raisi Dolqin Aysa ve qurultay rahbarlik hay'ati nomidan Abdulaziz Abdulhaq apandimning oilasidan samimiy hol so'radi. O'z xalqining hurligi va mustaqillik uchun tirishgan, bu sharafli yo'lda ko'p izlangan millatparvar ziyolimiz Abdulaziz Abdulhaq apandim hayot vaqtida izchil taxallusida ya mustaqillik ya o'lim, maxfiy qo'shin harakatda qatorliq nodir asarlarni yozgan. Turkiston uchun kurashlar, Adolf Hitler sarguzashtlari, mening kurashlarim qatorliq 10dan ortiq asarlarni tarjim qilib xalqimizga sungan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dünya Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.